Mujik olib kelib, ko'pchilik edemni tanimaydi. Edem professionalniy boksyor va kulachniy boец. Kulachniy boец nima degani? Bez perchatka qo'lni o'zida, mushni o'zida ushlaydigan boец. Edemdan hozir men sizlarga qo'linglarni moshniy qilib qotiradigan упражнение so'radim. Hozir edem ko'rsatadi. To'g'rimi edem? Albatta, men sizlarga ikkita упражнение ko'rsataman. Shu упражнениyadan mushni beton qiladi. Men o'shani постоянно qilib yuribman. Okalar kuzatib boringlar. Birinchi упражнение divor yaqinga kelamiz. 30 sekunddan chapga, o'ngga ikkita bayog'ni o'zidan bosib turamiz qattiq qilib. Shu упражнениyadan keyin ikkinchi упражнениyaga o'tamiz. Bizga oddiy taxta kerak bo'ladi. 1 minutdan qilamiz. Mushni o'zida juda ko'p nervniy окончание bo'ladi. Shularni yo'q qilish kerak. Shuni uramiz. Shuni 1 oy qilib mushtingiz beton bo'ladi. Edem, bu упражнениyalarni qancha muddat qilish kerak, чтобы qo'l beton bo'lish uchun? Aka, buni 1 oy qilish kerak, har kuni 1 minutdan. Shu упражнениyadan keyin любойni ursangiz, jag'i sinadi, lekin mushti sinmaydi.